etilmoqda. Joyingizda o'tiring. Aka, hamma navbat shu o'tganmi? Ha, shu o'tgan aka. Voy, odam ko'p-ku. O'chirt ko'p lekin aka. Nima qilib ketdingiz o'zi? Nomer almashtirishim kerak. Nomermi? Kechgacha qolib ketamiz bu ketishda. Aka, nima qilsa tashqariga chiqaylik. Iloji bormi? Yuring, tashqariga chiqaylik aka. Yuring. Bugungi kunda qing'ir yo'llar orqali fuqarolar ishonchiga kirib, ularni aldab yurgan firibgarlar tez-tez uchramoqda afsuski. Shunga o'xshash holat yaqinda Toshkent shahrida ro'y berdi. Unda avtomashinasiga davlat raqam belgisini olish istagida yurgan fuqaro oldiga kelgan shaxs hech bir navbatlarsiz chiroyli kombinatsiyali davlat raqam belgisini Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ishlovchi tanishlar orqali olib berishini aytib, evaziga 2000 AQSh dollari berishini talab qiladi. Shundan so'ng bu qonunga zid ekanligini tushunib yetgan fuqaro bo'lgan holatni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, undan pul talab qilinayotgan shaxsga qonuniy chora ko'rilishini so'raydi va o'rtalarida bo'lib o'tgan suhbat yozib olingan audio yozuvni ham taqdim etadi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida firibgar shaxs fuqarodan talab qilingan pullardan 1800 AQSh dollarini olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Nomer olib berilgan o'zlariga. Kim oldi? Ofisdan necha pul oldingiz? 1800. 1800 dollar oldingiz, to'g'rimi? Qayerda o'sha pul? Pul o'zimni? Kimga berish kerak edi? Kimga? O'zimni nimamga qalbi oldim. O'zimnikini bu yog'i kassa masalani. Anita kirib turma, maydalamoqchi. Kassan to'lash kerakmi? Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bo'ldi, hal qilamiz. Bo'ldi. Hozir to'xtab tur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Tuzimsiz. Nima bo'ldi aka o'zi? Tiqib qo'yishdi-da. Jarima qiluvdingiz. Hujjatda Hal qilsa bo'ladi aka. Hozir soqqani bersangiz, bu narsa hal qilsa bo'ladi aka. Nexia 3 rusumli avtomashinasini jarima maydonidan chiqara olmay yurgan fuqaroga boshqa bir shaxs tomonidan 6 million so'm evaziga mashinani chiqarib, ma'muriy javobgarlikni esa yo'l patrul xizmati inspektorlari orqali yengillashtirib berishini aytib, uni o'z tuzog'iga tushirishga urinadi. Qonun qoidalariga zid harakat qilishni istamagan haydovchi bo'lsa, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, firibgar shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'ragan. Aziz bilan uchrashganda 6 million so'm pul keldi. Oldingizmi? Mashinangiz qayerda turibdi? Har bir ishga o'ta sinchkovlik bilan yondashgan shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida firibgar talab qilingan 6 million so'm miqdoridagi pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlanadi. Mazkur holat yuzasidan ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231-31-74 raqamlariga xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi.